Konnichiwa hammaga Dandadan animesini ikkinchi faslini oxirgi qismiga xush kelibsizlar. Oldingi qismda Yoskoz bilan juda ko'p muammolar bo'ldi va bu muammolarni bugun Okaron yechmoqchi, ya'ni u bilan birga bir jang qilish bilan. Endi ko'ramiz bu qism qanchalik darajada qiziq bo'ladi va zo'r bo'ladi. Videoni boshini o'zi action bilan boshlanib ketdi. Yoskoz hozirgacha hech qachon Okaronday raqib bilan urushmagan edi. U yana ko'proq Okaron bilan urushmoqchi bo'lib turdi. Lekin Okaron zaiflar bilan urushmas ekan. Nima deydi? Nimaga unaqa qilyapsan? Bo'lib ketamiz tappa. Nima bo'lishidan qat'iy nazar Yoskoz hali ham bola. Shuning uchun Okaronning gaplariga u ishonib ketdi. Yoskoz bilan u bitim tuzdi, ya'ni Yoskoz faqatgina Okaron bilan urushadi va haftada bir martagina. U kulyaptimi yoki yo'talyaptimi bilmadim-u, lekin biz davom etamiz. Okaron rejasi ish berdi. Endi Jiji ham ko'p vaqt bemalol yura oladi. Mana bu tuber jigarim ketadigan bo'lib qoldilar. Afsus, endi sog'inib qoladigan bo'ldim. Bilmadim nima bo'ldi, lekin Seiko buvi juda ham mehribon bo'lib ketibdi. Okaron yordam sababli Jiji endi ota-onasi bilan birga bo'la oladi. Okaron va Ayra ham endi o'zini uyiga keta olardi. Ayra va Ayasi ketishdan oldin baribir bir marta urushib ketishdi. Hammasi tugadi, lekin u ham tuga bo'lgan edi. Lekin ular baxtiga hamma ularga uy qurishda yordam bermoqchi edi. Kappa o'zini zamonaviy qanaqadir texnikasini ishlatmoqchi bo'ldi. Bu yordamida ular yarim soatga qolmasdan allaqachon uyni bitirib bo'lishdi. Demoqchi edim-u, lekin yarim soatdan ancha-muncha ko'p vaqt o'tib ketdi. Jijining oilasi ham borib uy qurishga yordamlashmoqchi edi, lekin ular qarasa, uy allaqachon qurilgan, yaxshi turgan edi. Ayase va Jiji maktabga ketishayotgan edi va ko'pchilik birdan yig'ilganda u yana Yoskozga aylanib qoldi. Bu qanaqadir muzday ichimlikni deb bo'lgan edi. Jijini bu ko'rinishini oddiy odamlar ko'ra olmaydi. Oddiy odamlar uni oddiy Jiji deb ko'rishadi, faqatgina xarakteri boshqacha. Ayase unga issiq ichimlik berib, Jijini o'z holiga qaytarmoqchi edi, lekin bu dunyoda aynan o'sha paytda issiq ichimliklar defitsit bo'lib qoldi. Va keyin men umrim davomida har xil o'qituvchilarni ko'rganman, lekin bunaqa o'qituvchi. Kimlardir ko'zini ortgan bo'lsam uzr, lekin sizlardan Telegram kanalimga o'tib qo'yishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Men yaqinda o'zimga juda ham qiyin challenge qildim va buni faqatgina Telegram kanalidagilar biladi xolos. Oddiygina Telegram o'zini qidiradigan joyiga Mitsushi deb yozing yoki meni YouTube kanalimni o'zida ham shunday silkila turibdi. Yoskoz bilan Ayase juda ham qiynalgani aniq, lekin shu bilan birga u hech kimga tegmayapti. Shu ham yaxshi. Yaqinda turar joy majmuasida qanaqadir arvoh topilibdi. To'ppa-to'g'ri do'stlar, bu menimcha Okaronning yarim avlodi bo'lsa kerak. Taxminan 2 haftacha oldin Kinta Sakata ismli bola ertalabdan vahlidan turdi. U dunyodagi eng kelishgan yigit va mukammal inson edi. O'zini xayolida. U Ayasening Okaronga bo'lgan munosabatini ko'rdi va ularning orqasidan polni kuzatib yurdi. Mana endi hozirgi vaqtga ham keldik. U hozir Okaronga shunchaki gapira olmadi, u o'zini jozibadorligini ishga solmoqchi bo'ldi. U baribir gapirishga majbur bo'lgan edi, lekin u joyga birdan Ayase kelib Okaronga ikkinchi tuxumini topdim deb qoldi.
Bu joyga keyin bu sinf sardori keldi va Ayasiga iltimos bizning sinfimizga tez kelib turishni to'xtating dedi. U qiz Okaronni Ayasiga hech qanday qarshilik qila olmaydi deb o'yladi va Ayasi bilan urushib keta qoldi. Lekin bu yoqdan qaraganda bo'lsa, xuddi ikkita qiz Okaronni talashayotganga o'xshaydi. Sakata qaysi paytda qo'shilsam zo'r bo'lib ko'rinaman dedi va oxirida katta qilib Okarun va Ayasi dars tugagandan keyin ketishotdi, lekin uning orqasida Sakata ham bor edi. Birdan u joyda boya Ayasi rasmda ko'rgan tuxum paydo bo'ldi. Bu narsa ko'rinishdan qanaqadir kayjuga o'xshaydi, yana bilib bo'lmaydi. Ular endi pastga tushib, uni yaxshiroq ko'rishmoqchi edi, lekin uni o'zi katta bo'lib keta qoldi. Menimcha bu Godzillani g'alatiroq varianti bo'lsa kerak. Okarun uchalasi tashqariga chiqib qochib ketishdi va ularning yo'lida Ayri va Jiji bor edi. Ayasi shahardan boshlab uyigacha Polni ularni ko'tarib yugurib keldi. Ayri bo'lsa paytdan foydalanib Okarunni quchoqlab oldi. Sakataning aybi bilan Jiji yana yo'z ko'zga aylanib qoldi. Yo'z ko'z yorqingina ko'zlari bilan bugun Okarun bilan urushaman degan edi. Chuchvarani xom sanaganini tushundi. Godzilla bu tomonlarga qarab yetib kelishni boshladi. Okarunda bitta g'oya paydo bo'ldi. Bu uy nanotexnikasi bilan iborat bo'ladi. Uning rejasiga ko'ra bu uydan foydalangan holda katta qurol yasasa bo'ladi. Sakata urushadigan robotlar haqida juda ko'p narsalar o'qigan, shuning uchun u tasavvur qilishni unga qo'yib berishdi. Va u xuddi tasavvur qilgandek ichki mexanizmlari hammasi joy-joyiga tushdi. Lekin tashqi tarafdan u boshqacha edi, chunki bunga Ayasi aybdor. Boshlanishiga hech kim uni yaxshi boshqara olmasdan Okarun va Yo'z ko'z tashqariga chiqib ketishdi. Nihoyat Sakata buni shunchaki tasavvur qilish bilan ham boshqarish mumkinligini tushunib oldi. Har bir anime muxlislari o'z yoqtirgan animeni davomini kutadi. Lekin nihoyat davom chiqqanda bo'lsa, o'zbek tilida yaxshi chiqmaydi. Siz maza qilib tomosha qilishingiz uchun yaxshi sifatdagi qulay programma kerak. Anibla o'z ilovasini o'tkazib oling va o'zingiz qiziqqan animelaringizni yaxshi sifatda tomosha qiling. Yomon dublyajda anime ko'rishni to'xtatganingiz yaxshi. Bular hammasi tugagandan keyin endi ularni oddiy odamlar ham ko'ra boshlagan edi. Shuning uchun ular tezda quyon rasmini chizib o'rishdi. Boyagi Godzilla sifat maxluq ularni rosa boshini aylantirgandan keyin ularni ko'ngli aynib ketdi. Sakata bo'lsa robot boshqargani uchun hayotdan juda ham xursand. Okarun o'z ko'zga issiq narsa berib, amallab Godzillani o'zligini uyligiga olib borishdi.
Umuman olganda bu ko'rganimizdek shundoq maxluq emas ekan. U Karon uni qiziqib to'liq ochib ko'rgan edi. Avvalambor videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Shunaqa qiziq animelar chiqish uchun bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Dondadan nimani endi tugatib oldik. Xo'sh, endi nima anime chiqaramiz? Kommentga yozib qoldiring. Unda hammaga xayr, siz bilan birga Midzushi bo'ldi.